Bo'ldi aka, ishingiz hal. Joningiz sog' bo'lsin. Hozir shunaqa zamonga yetib keldikki, faqat pul gapiradi. Gapingga qo'shilmayman. Pulni ham yaxshi topaman, lekin pulni oqibatdan ustun qo'ymayman. Salla guvoh shu narsani eslataman. Oka, mashina menga ma'qul. Faqat boshlang'ich to'lovsiz qilib berish ilojisi bormi? Iloji yo'q aka. Hech bo'lmaganda $3000 boshlang'ich to'lov qilib berishingiz kerak. Bo'lmasam, menga 2 kun muhlat bering, topib kelaman. Ha, keldingmi o'rtoq? Yaxshimisan? Nima masalani chaqiruvding? Bilasan, joyim mollarimga qo'shilib yonib ketdi. Zo'r g'attalab, qars-qurs qilib ko'tarib oldim. Endi shu hozir tom yopishiga yetib keldim. Sani qo'lingda-yu. Shu tomni yopib bersang, keyinroq xizmat haqingga qo'shib hammasini yopib berardim. Mayli-ku o'rtoq, materialni olib bermasang bo'lmaydi. Xizmat haqqini keyinchalik variant qilib berarsan. Shunaqa degan? Ha, mayli. O't-bo'tda amallayman. Ishni qachon boshlaymiz? Pulni qachon topgan kuning ertasiga ishni boshlaymiz. Xullas aka, parod qilmaydigan zo'r biznes planim bor. $100,000 pul kerak. Berib tursangiz, foydasi bilan qaytaraman. Pul bor, yo'q emas. Lekin shu pulga uxlamasligim uchun menga zalog kerak. Aka, uy bor. Nomingizga o'tkazib beraman. Ish bitgandan keyin qaytarib olaman. Kelishdik bo'lmasa. Demak, shuncha pulsiz ish bitmaydi, to'g'rimi? Bo'ldi, tushundim. Javohir, mashinani arendaga chiqaryotding. Agar shu odam $3000 pul bermaganda, ishi bitarmidi? Shuhrat, yonib ketgan sklating bo'yicha og'ayning bilan ko'rishding. Agar materialni olib bermaganimizda ishing bitarmi? Rahmatilla. Biznes uchun pul so'rab kelgan bratishkendan nimaga uyini salobga olding? Oqibatda puldan so'ng qo'ymas edingmi? Behroz, endi bu biznes. To'g'ri. Bu biznes. Masalaga nimadir isbotlab berish yoki qilayotgan ishlaringni noto'g'ri deya olmayman. Lekin odamning so'zi turganda pul gapiradigan zamonga yetib kelganimizni eslatib. Xush kelibsizlar.